Bugun 25-dekabr soat 14:00 da jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida quruvchi firmalardan uy olib berishni va'da qilib, ammo buni bajarmagan va shartnoma shartlarini buzgan Credit House va Infinstroy MCHlari bilan bog'liq jinoyat ishiga start berildi. Hozir biz sud majlisidan chiqdik, tomonlar tanishtirildi va sud majlisi ochiq deb e'lon qilindi. Ammo sudya tanaffus e'lon qilgan hozirda, ya'ni sudlanuvchilardan 2 nafarida ayblov xulosasi va 3 nafarida advokat yo'qligi sababli majlis to'xtatib turilishi aytildi. Keyingi sud majlisi 2026-yil 6-yanvar sanasida soat 14:00 da bo'lishi aytildi. Ungacha esa sizlarga bir qancha ma'lumotlarni eslatib o'tsak, ya'ni ish doirasida 9 nafar odam ayblanmoqda. Jinoyat kodeksining 8-moddasi bilan ularga ayblov e'lon qilingan va undan tashqari ish doirasida 1766 nafar fuqaro jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan. Hozircha esa zarar summasi ma'lum emas.